To'g'ri kelmayapti-ku bu. Orasiga nimadir qo'yish kerakmi buni? Nima bo'ldi Otabek? Mana to'g'ri kelmayapti. Nima orasimi? Ha, orasi. Ha, hozir ko'p joyda shunaqa bo'lyapti. Radiator oldin qo'yilmasdan turib, quvurlarni qo'yib ketiladi va oxirida qiynalib yuradi ko'pchilik. Mana shu qo'yganda mana yo buni buzib boshqatdan siljitish kerak. Agar gul qog'oz bitgan joy bo'lsa, yana muammo bo'ladi. Yoki mana bu orog'iga qanaqadir uzaytirish, ya'ni udilitildan foydalanish kerak bo'ladi. Hozir ikki tomonda ham kelmayaptimi? Ikki tomonda ham Ikki tomonda ham kelmayapti. Xo'p, buni endi bitta yechimi bor. Kecha olib kelgan mahsulotimiz qani? Qaysi? Temirchami? Ha, temircha emasda, o'sha aynan shu joyga mos keladigan narsa. Mana shumi? Xuddi shu. Buni krani ham bor edi yonida. Qani o'sha? Kran. Buni endi afzal tarafi, mabodo bu krandan qo'yadigan bo'lsangiz, qo'ymoqchisiz, mana oraga nimadir qo'yish kerak. Ya'ni udinitel yoki boshqa narsa qo'yish kerak yoki devorni buzib, ya'ni yaqinlashtirish kerak. Agar o'sha gul qog'ozni buzishga imkoniyat bo'lmaydi. Shu holatda nima qilasiz? Shu kranni oladigan bo'lsangiz, bizda mana bu joydan foydalanamiz. Deylik, o'sha kranni o'zini qo'yamiz va bizda qo'shimcha mana bu narsa sotiladi. Buni uzaytirish desak ham bo'ladi yoki silinderli udinitel desak ham bo'ladi. Endi buni afzal tarafi shu holatda sotiladi bu. Kranni o'zini mana bu salniklardan foydalanamiz. Mana buni olamiz va albatta bu tomonni ham olamiz. Ana endi kranni bunga payka qilamiz. Payka qiling buni. Ana endi shu holatda nima qilamiz? Mana bu kelmayapti, to'g'rimi? Ana endi mana bunda yaxshi tarafi bundoq tortiladi mana. Ko'rdingizmi? Mana shu holatda tortiladi. Buni bemalol yana qotirib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni uzaytirgichi o'zida buni mana ichkari qismdan silindr bo'lib chiqib keladi. Bemalol shunaqa kalta kelgan yoki uzun kelgan joylarga mana foydalansak bo'ladi. Yana bitta afzal tarafi, ayrim holatda radiator yechgandan keyin olish qiyin bo'lardi. Shu holatda buni yana ichkariga qaytarib qo'ysak bo'ladi. Mana ichkariga qaytarib qo'ysak, radiator kichkina joydan olinishi osonroq bo'ladi. Mana shu narsa bilan bemalol foydalansa bo'ladi. Ha, bu kichrayib uzayar ekanda bu. Xuddi shunaqa. Buni uzaytirgich desak ham bo'ladi yoki silindr bachonka desak ham bo'ladi. Uzun kalta bo'lib, shunaqa joylarga ajoyib yechim bo'ladi. Bu alohida kerakli joyga sotib olsangiz bo'ladi. Farqi bor ekanmi yana? Farqi bor ekan.